Mani elim, ellatim, oyginidagi go'zal axloq degan libosi bor millatim. Qo'lini ko'ksiga doim bosgan o'zbekim. Mani elim, g'ururim, jonim fido bo'lsin agar mani kamida har dam. Salomaligi bor, oqibatda oxiridagi moddam. Xotirjam o'zbekim, mani millatim, donishmand devonxonam. Bu yerlarni kezdi bo'lib qaryon ahli xarobotilar. Devonayu mashoyix abdollar, Ibn Sino bobolarim, Hazrati Naqshband darajati ulug'lar, balogardonlar. Terani koinot sirlarini bilishni istar hamon bu odam zot. Hozirgi kunda ham noayyon bardavom. Endi aniqlanayotgan bashoratni bilar edi kim? Ulug'bek bobom. O'zbegim, mani elim, o'zbegim, millatim, mani g'urur. Zaminim elim go'da yanada bepayon, har tomonda Samarqand, Buxoro, Xiva tomon. Bo'limga doimani, yana bu markaz zindon dunyoning olamida mani. Olamida mani. Minnatdorman, shukr qilarim bor kecha-yu kunduz. Ota-onamning bergan tarbiyatini haqini ado etib bo'lmas ekan hanuz. Nechun ular bunday mehribon, borliklari bir ulug' inom. Farzandining aybini yashirish va afv etishda bardavom. Chunki ular ham vaqtida shunday tarbiyat ko'rgan. Padar buzurglarimga, ota bobolarimdan yaxshi